Xayrli kech. Bu videoyim Bolgariya davlatiga kelib qonuniy ishlab, yashab yurgan akalar uchun. Xabarlaring bor. Hop, qurilish sohasida bu yerda oyliklar yuqori emas. Ishlayotgan tanishlaring yoki o'zlaring ishlayotgan bo'lsalaring, buni aytishim shart emas. Yaxshi oylik, yaxshi ish kerak bo'ladigan bo'lsa, Xorvatiya davlatida fasad yo'nalishi bo'yicha ish bor. Ish haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, soatiga 8 yevrodan to'layapti. 8 soat ish, yotoq joy bilan ta'minlaydi. Yeb ichish o'zlaringdan. 6 kun ish, 1 kun dam. Hech qanday qochoq bo'lib o'tmaysizlar. Xorvatiya davlatida ish beruvchi tomonidan как положенный договорlaring keladi. Hujjatlaring kelish vaqti 15 kundan 20 kun ichida keladi. Biletlaringni olib ketishlaring mumkin. Borganlaringdan keyin qonuniy ishlaysizlar va ishlayotgan vaqtlaring davomida ID kartalaringni olishlaring mumkin. Hop, kimdirlar ishonmasligi mumkin. Ishonmaslaring ishonmanglar. Kommentariga ham mashinalik bir narsa degan narsalar kerak emas. Xabarim bor, juda yaxshi. Hop, katta umidlar bilan katta rasxotib kelgansizlar. Ko'rib turibsizlar, sizlar o'ylaganday narsa yo'q. Oiladan uzoqlashib kelgandan keyin yaxshi pul topish kerak. Shuning uchun Xorvatiya davlatini tavsiya qilib qolaman. Tanishlaring bo'lsa, videoni yuborib qo'yishlaring mumkin. Nimaga o'zing o'tib ketmaysan degan savollar bo'ladigan bo'lsa, meni yo'nalishim boshqa, ishim boshqa. O'zimni ishim bo'yicha, yo'nalishim bo'yicha hujjatim, dokumentim tayyor bo'lsa o'tib ketaman. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.